Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Palisad videosidan keyin ko'pchilik bizlarga sal ixchamroq mashina bo'lsin, arzonroq bo'lsin degan joylari bor edi. O'sha uchun sizlarning e'tiborlaringizda bugun yana ikkita avtomobilni olib chiqdik. Kia Sorento va Kia Sportage do'stlarim. Ikkala avtomobilimiz ham 1.6 gibrid motorda 4WD, ya'ni 4 tala balon tortilish qobiliyatiga ega bo'lgan avtomobil do'stlarim. Sorentomiz 3 qator o'rindiqlar joylashgan 6 kishilik avtomobil hisoblanadi do'stlarim. 1600 probeg bosib o'tgan, shuni evaziga narxlarimiz ozgina arzon. Mashinamiz deyarli yangi desak ham bo'ladi do'stlar. Sportage'ga keladigan bo'lsak, Sorentodan ham tejamkorroq 5 litrda 100 km masofani bosib oladi do'stlarim. X-Line topoviy komplektatsiyada, probegi 0, pachka avtomobil do'stlarim. Black Edition, Black Piano diskalarda. Ikkala mashinamiz ham sotuvda, pastda raqam qoldiramiz. Narxlari ma'lumotlarini berib o'tamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Barchalaringizga shunaqa avtomobillarga minib yurish nasib qilsin. Salomat bo'linglar.